Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, abituriyentlar, ingliz tili ixlosmandlari. Bu kanal aynan sizning qarshingizdan bejizga chiqmadi. Oson usullar bilan ingliz tilini o'rganishingiz uchun Ilm yo'lida kanali sizlarga darsliklar berib boradi. Bu kanal noldan boshlab ingliz tilini o'rganuvchilar uchun juda ham qulay hisoblanadi. Sababi biz darsimizni The Alphabet, ya'ni alifbo mavzusidan boshladik. Sizlarga kerak bo'ladi ko'k va qizil ruchkalar, ikkita umumiy daftar, bittasi qoida daftaringiz uchun va ikkinchisi esa lug'at daftaringiz uchun. Lug'at daftaringizga siz bilmagan yangi notanish so'zlarni yozib yodlab borasiz. Berilgan darsliklarimiz manfaatli bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashishingiz mumkin. Ilm yo'lida kanalimizga obuna bo'ling. Sizning obunangiz darsliklarimiz yanada ko'p bo'lishini va yanada manfaatli bo'lishini ta'minlaydi. Demak, biz Bismillahirrohmanirrohim deb bugungi mavzuyimizni boshladik. Bugun sizlar bilan birgalikda The Alphabet mavzusini o'tamiz. There are 26 letters in English. Ingliz tilida 26 ta harflar bor. Demak, umumiy hisobda 26 ta harflar. 26 ta harflardan 20 tasi undosh harflar, 6 tasi unli harflar hisoblanadi. Unli harflarga kiradi A, O, I, U, E hamda Y harfi kiradi. Y harfi ham unlilarga, ham undoshlarga kiradi. 44 voice. Tovushlar 44 ta. Demak, diqqat bilan tinglang. Alifbodagi harflarni qanday talaffuz qilinishini o'rganing, marhamat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Demak, bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.